Makkadan uy so'raganlar uchun hozir biz Ka'badan 7 kilometr uzoqlikdamiz. Bu yerda bir oy yashash necha pulga tushadi va qanaqa uylar bor? Shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Videoga like bosib qo'yinglar va ushbu videomizni Makkada birga yashamoqchi bo'lgan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Tepaga chiqdik. Bu yerdan alohida kirish. Bu tomonda ham bitta spalni, bitta sanuzel bor ekan. Ya'ni tashqaridan ham bu yerdan ham bu yerdan ham kirish. Xullas, bu yerda yana bitta xona bor. Va bu tomonda alohida sanuzel. Ya'ni mana shu 3 xonali kvartirada 3 ta sanuzel bor. Hammasiga alohida bitta-bittadan bo'ladi. Hamma xonaga alohida spalni sanuzel ekanda. Bu yoqda xonamiz bor. Xona bu yerda ham, bu yerda ham sanuzel tarafimiz. Aka, mana shu 3 xonali kvartirani bir oylik arendasi necha pul bo'ladi? Bir oylik arendasi hozir Ramazon va hajdan tashqari vaqtlarda 650 dollar tushadi hozir. Hajga ham yordam qilamiz. Hajga ham joylar, ovqat oziqliklar bor. O'zi ovqat oziq bilan shug'ullanishar ekan akalarimiz. Ya'ni O'zbekistonlik bo'ladimi, umuman mana shu yerda musofirlar bo'lsa, bu yerda muqim odam sifatida qo'ldan kelgancha yordam beramiz hammasiga inshaalloh. Endi kimgadir bu qimmat tuyulishi mumkin, arzonroq xonalardan bor. Xonasi ozroq xonalar bo'lishi mumkin. 2 xonaliklarimiz 450 dollar tushadi unda. Haramdan uzalasa yana arzon tushadi. Yaqinlasa qimmatroq bo'ladi, uzoqlasa arzonroq bo'ladi. Keyin yashash sharoitiga ham qarab, remontlarga ham qarab bo'ladi shunda. Demak, 4 dollar hisoblasak, 200 dollar yemoq-ishmoq ketadi bir oylik, 100 dollar kommunalka ketadi. O'rtacha demak, 700 dollar atrofiga kichkina bir oila Makkaga kelib yashasa bo'ladi. Kommunalkasi ham faqat sveti bilan suv bo'ladi. Yer solinadi, olinmaydi bu yerda. Men obunachilarimga kelib yashamoqchi bo'lsa yordam berasizlar. Telefon raqami bilan Instagramni qoldiramiz. Qadrdonimiz bizga ham ko'p yordam beradi. Biz ham xudo xolasa bu yerda kichik bir kafelar ochmoqchi bo'lib keldik o'zi. Yordam beryapti. Bu bo'yicha ham aloqa etsanglar, xudo xolasa, haramga yaqin joy desa yaqin joy qilib beradilar. Shunaqa. Iqoma bo'yicha ham mutaxassisligi bor ekan. Makkada alohida uy olib yashash afzaliy tomoni, alohida ovqat qila olasizda. Gazdasida bunaqa sharoit yo'q. Yo'q, sharoit. Xohlagan ovqatingizni pishirib yurasiz endi bu yerda. Ovqat zakasida kuniga 100 dollar ham ketib qolishi mumkin 3 kishi, 4 kishiga. Shuning uchun kvartiralarda ko'pchilik qiziqyapti. Arzonroq